Hammaga assalomu alaykum. Seven obunachilari, bugungi 21 may 2026-yilda Seven magazinida barcha turdagi Apple mahsulotlarini, iPad, iPhone'larimizni narx-navosi bilan, ma'lumotlar bilan bitta-bitta tanishtirib chiqamiz. Hurmatli mijozlar, bugungi telefonlarimizni narx-navosi bilan ma'lumotlarni boshlaymiz. Xudo xolasa, birinchi telefonimiz navbatdagi 17 Pro Max'imiz 0 sikl yangi. Korobka dokumenti yo'q, lekin 6 oy kafolati bor. Narxi $1570 qilib beraman. Ikkinchi telefonimiz 17 Pro Max 100 yomkis $1460 qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor. 17 Pro'imiz esa $1250. 100 yomkisda bu ham korobka dokumentlari bor. 16 Pro Max'imiz chiroyli rangida desert 95 yomkisda $980 korobka dokumenti bor. Yana navbatdagi 16 Pro Max'imiz 89 yomkisda narxlari ham shikolat $880 qilib beraman. Chiroyli qilib korobka dokumentlari bor, 6 oy kafolati bor. Esdan chiqarmaymiz. 90 yomkislimiz $940 qilib beraman. Korobka dokumenti bor buni ham. Navbatdagi telefonimiz bu ham 16 Pro Max 90 yomkisli $940 korobka dokumentlari bor. Holatlari ideal. Pro versiyamiz 16 Pro 88 yomkisda $780. 16 Pro Max'imiz $970, 91 yomkisda 80 korobka dokumenti bor, 256 talik. Keyingi telefonimiz bu ham 16 Pro Max 92 yomkisda $950 qilib beraman. Korobka dokumentlari bor. Eslatib o'taman. 16 Pro qora rangda so'raganlar uchun yomkislar 99 yomkisda $1020. Korobka dokumentlari ham bor. 16 Pro Max Desert 92 yomkisda $950 qilib beraman. Korobka dokumentlari bor. Natural so'raganlar chiroyli skromniy 149 sikrli 100 yomkisda $1100. Korobka dokumentlari ham bor buni. 6 oydan 1 yilgacha kafolati bor xudo xolasa. Navbatdagi qora telefon, qora 16 Pro Max so'raganlarga, Max bas ekan, Pro ekan, uzr, 100 yomkisli $860. Buningizdan Pro bo'ladi, 16 Pro Charegion 97 yomkisda narxi $850. Keyingi telefonimiz 16 Pro 88 yomkisda $780, korobka dokumentlari bor. Qora rangdagi 16 Pro'imiz esa 90 yomkisda, yomkislari banan $780 atigi. 16 o'zi so'ragan mijozlarimiz ham bor. Mana chiroyli rangda 100 yomkisda $610 qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor. 128 talik bo'ladi bular. 15 Pro Max natural titanium rangdagi 84 yomkisda $830 bo'ladi. Korobka dokumenti yo'q. Navbatdagi telefonimiz 15 Pro 88 yomkisli bo'ladi. 128 talik, narxi $680 qilib beraman. Korobka dokumenti bor. Qora rangdagi 15 Pro'imiz $670. 83 yomkisda korobka dokumenti yo'q, lekin eslatib qo'ying yana bir bor. Seven taraflama 6 oydan 1 yilgacha kafolat bunaqamiz bor, servis xizmatimiz ham bor. $680 ga 85 yomkislimiz ham bor. Korobka dokumenti bor. Navbatdagi telefonimiz 15 Pro Max 86 yomkisda narxlari $780, korobka dokumenti yo'q. Keyingisi 14 Pro Max ga yetib keldik. Qora rangni so'raganlar Zaregion ikkita sim karta tushadi. 78 yomkisda $560 atigi. Keyingi telefonimiz bu ham 14 Pro Max purple rangda 76 yomkis $540 qilib beramiz. Qora rangdagisi $510 qilib beramiz, 80 yomkisli 14 Pro Max. Bu ham qora 14 Pro Max 77 yomkisda $580, korobka dokumenti yo'q. Sevendan 6 oydan 1 yilgacha kafolatga ega bo'ladi. 14 Pro Max'imiz bu ham Charegion ikkita sim karta tushadi. 84 yomkisda, yomkislardan ham baland $620 qilib beramiz. 14 Pro'imiz o'zi so'raganlarga $600, 93 yomkisda 256 talik, korobka dokumentlari bor. Ideal holatda. 14 Pro'imiz arzonroq so'raganlarga $400, 77 yomkisda 256 talik, xotirasi ham baland. Keyingi telefonimiz $480 bo'ladi, 76 yomkisda 128 talik.
Oq 14 Pro so'raganlarga 89 yomkisi $600. Yomkislari ham baland 89 108 talik. Navbatdagi telefonimiz 14 Pro'miz 74 yomkisi $480. 13 Pro Max'ga ham yetib keldi. 128 talik 87 yomkisida $560. Navbatdagi telefonimiz 13 Pro oqimiz 90 yomkisli 128 talik yomkislari ham baland $560 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz xaki rangda 13 Pro Max 83 yomkisi, korobka dokumenti bor, $550. Attiki. Gold rang qizlarimiz uchun so'raganlarga $570 qilib beramiz. 93 yomkisi, yomkislari ham baland Amerika regionida. Keyingimiz oq rangda 13 Pro Max 77 yomkisida $500 qilib beramiz. 13 Pro'miz 79 yomkisida $430 $430 256 talik. 13 ta o'zi so'raganlarga Char regionda 86 yomkis, korobka dokumentlari holati zo'r, $280 aytdik. 13 Pro'miz esa 85 yomkisli, 128 talik, $450, korobka dokumenti yo'q, holatlari ideal. Qora 13 Pro so'raganlarga 13 Pro 88 yomkis, 128 talik, $500 aytdik. Tak, navbatdagi telefonimiz 13 Pro $510, 89 yomkisi, yomkislari ham baland. Keyingi telefonimiz 13 Pro 76 yomkisi $420, arzonroq so'raganlar. 14 iPhone 14 o'zini so'raganlarga oq rangda 128 talik, 74 yomkisida $360. Keyingi telefonimiz 13 Pro 128 talik, 89 yomkisida $510. Keyingi telefonimiz $490, 89 yomkisida 128 13 Pro Blue. Navbatdagi telefonimiz 12 Max. 12 Max ga yetib keldi. $420, 82 yomkisida Koreya regionida. 128 talik xotirasi. Bu ham 12 Max $450, 84 yomkisida 256 talik. $12 Pro Max $400, 76 yomkisida. Arzonroq so'raganlarga. iPhone 12larimiz ham bor, 75 yomkisida. Narxi attiki $280, korobka dokumenti yo'q, 64 talik bo'ladi. Bu arzonroq versiyasi. Bu ham 12 ni o'zi, $260, 74 yomkisida 128 talik xotirasi, balandroq. Tak, 11 Pro'miz esa 11 Pro 74 yomkisida $240 bilan chiqadi. $240, 64 talik. 12 minimiz bor, 80 yomkis $200 atigi 64 talik. 11 Pro'miz 80 yomkisda $250, 64 talik bu ham. 11 Pro Max'imiz ham bor, $330, 94 yomkisda 64 talik bo'ladi. 11 Pro'miz esa $230, 76 yomkisda. Va navbatdagi oxirgi telefonimiz iPhone 12 Pro'miz 76 yomkisda $300. Apple Watch'imiz ham bor. Bunaqa 11-seriya Nежный Rose Gold deyiladi. Ko'rishingiz mumkin. Narxi atigi $350. Yangi iPad'imiz ham bor. 100 yomkis, 28 sekund, Amerika regionida, korobka dokumentlari bor. Narxi $300 qilib beramiz. Yangi iPad'larimiz ham bor. A16 11-seriya bular. Rangi Rose Gold, rozovisi bor, qorasi bor, serisi bor. Bemalol narxi atigi $380. M5'imiz ham bor. $1000 dan chiqadi xudo xohlasa. MacBook'larimiz ham bor. $450 dan bulari boshlanadi. M1 dan M5 gacha xudo xohlasa bor. Aziz mijozlar, eslatib o'taman sizlarga 7da bo'lib to'lashga ham bor. Muddatli to'lovga 3 oydan 6 oygacha ko'rib turgan mahsulotlaringizni barcha Apple mahsulotlar, gadjetlarini chiqarib beramiz. Apple Watch'lar, iPhone'lar, MacBook'lar, iPad'larimiz muddatli to'lovga chiqadi. Halol narsa evaziga, kelishuv asosida bitta pasport evaziga boshlang'ich to'lov 30-50% bilan xudo xolasa ko'rib turgan barcha telefonlaringizni, barcha Apple mahsulotlarini chiqarib beramiz sizlarga. Bemalol kelib 7da xarid qilishlaringiz mumkin.
Opisaniyada telefon raqamlarimiz, kontaktlarimiz, Instagram, undan tashqari Telegramimiz kanallarimiz ham bor. Obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin. Izohga plyus belgisini qoldirib ketsangiz, ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Kimga shunaqa sifatli gadjetlarimiz kerak bo'lsa, Sevenga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin. Kommentariyaga qaysi telefon, qaysi Apple gadjet kerak bo'lsa, bemalol izohlarni qoldirishlari mumkin. Sizlarni Seven'da kutib qolamiz. Seven orzu qilishdan to'xtamang.